Assalomu alaykum. Tochka ferma Torricelli nuqtasi, ya'ni ferma Torricelli nuqtasini ko'rib chiqamiz va isbotlaymiz. Xo'p, uchburchakda ixtiyoriy ichidan bitta nuqta olinganda, ularning uchlarigacha bo'lgan masofalar eng qisqa bo'ladi, deyapti o'sha tochkada. Ya'ni Torricelli tochkasi deylik. O'sha va 120 gradusdan burchak hosil qiladi deyapti. Demak, shunaqa nuqta bor ekanki, uchburchakda shunaqa nuqta uchlarigacha bo'lgan masofalar eng qisqa bo'lar ekan va 120 gradusdan shu burchak hosil qilar ekan. Demak, buni isbotlaymiz. Xo'p, mana bitta uchburchak. Uchburchak oldik, xuddi shu uchburchakni aniq qilamiz. Nima? Har bir tomoniga muntazam uchburchak chizamiz. 60 dan 60. Demak, xuddi shunday buni ham shunday 60 gradusli qilib chizib olamiz. Xuddi shunday buni ham 60 gradus deb chizamiz. Buni ham 60 deb chizamiz. Demak, o'shani qilib chizib olsak, mana shunga aynani chizamiz, tashqi aynani mana uchburchakka. Xo'p, bunga ham shunday chizamiz. Xuddi shunga unga ham chizamiz. Demak, mana shu yerda Torricelli nuqtasi hosil bo'ldi dedik. Xo'p, aynalarning uchlarigacha bo'lgan masofa mana. Demak, bu 60 gradus. Demak, aynalar chizganimizda bu yer 120 gradus bo'ladi. Chunki qarama-qarshi tomoni, qavar to'rtburchakda qarama-qarshi tomoni 180 gradusni berish kerak. Demak, 120 gradusligi isbotlandi. Isbotlangandan keyin mana bu 120 gradus. Endi bu tomoni ham 120 gradus. Hozir tochkada 120 gradus. Bu tomoni ham 120 gradus bo'ldi. Demak, Torricelli ferma nuqtasida mana shu 120 gradusligi isbotlandi. Endi buni mana bunaqa ko'rinishda yozamiz. Xo'p. Demak, biz uchburchak chizib oldik. Mana shu tomoniga urinma o'tkazamiz, 90 gradusda. Bu tomoniga ham urinma o'tkazamiz. Unda bu tomoniga ham urinma o'tkazamiz. Xo'p. Shunda urinmamiz mana shunaqa o'tdi. Mana Torricelli nuqtasi, ferma Torricelli 120 ligini isbotladik. Demak, mana 90 bo'lsa, mana 90 bu yer 120 bo'lsa, mana yer 60. Demak, bu yer ham 60. Mana yer ham 60. Demak, mana muntazam uchburchak hosil bo'ldi. Endi muntazam uchburchakda Vavilyon teoremasida ichidan ixtiyoriy bir nuqta olaylik. Mana bu uchburchak uchun ixtiyoriy bitta T' nuqta olaylik. Uni tomonlarigacha balandliklar tushiraylik. Bunday tushadi va mana bunaqasiga yana bitta balandlik tushadi. Endi sal qiyshiq bo'lib qoldi chizma. Demak, o'sha mana bu D1, mana D2, buni D3 desak, Vavilyon teoremasida D3 bu qanaqa konstanta son, K degan songa teng bo'ladi dedi. Ya'ni muntazam uchburchak ichidan ixtiyoriy nuqta tomonlariga tushirilgan perpendikulyarlar yig'indisi muntazam konstanta son deyapti, yoki o'shaning balandligiga teng deyapti. Xuddi shunday mana bu x1, x2, x3 misam x1, x2, x3 misam K.
Endi ferma Torricelli nuqtasida x1, x2, x3 ning yig'indisi mana uchburchak uchun eng kichkina bo'lishi kerak. Eng kichkina bo'lishi kerak. Lekin endi mana yerda isbotlaymiz, o'sha eng kichkinami yo'q. Mana bunaqa tomonlarigacha ana tushiramiz. Uzunlik tomonlarigacha uzunlik tushiramiz. Endi mana yerda ana bo'lib qoldi. To'rtburchakli uchburchak bo'lib qoldi. Mana. Demak, to'rtburchakli uchburchakda mana bu hosil bo'lgan chiziqlarda endi y1 mana yerda y2 mana buni y3 deb olaylik. Demak, chiziqlar tushdi. O'sha chiziqlarda endi mana chiziqlarimiz tushdi. Mana 90 da bo'ldi. Demak, y1imiz har doim katta ekan. D2 dan y2imiz katta ekan, har doim D1 dan, y3imiz katta D3 dan. Demak, y1, y2, y3imiz katta bo'lar ekan D1 plus D2 plus D3 dan. Mana shu yerda. Demak, katta bo'ldi. Demak, bizda mana bu k ga teng edi, k ga. Lekin, demak, mana bu k'miz bizni uchburchakni mana markazidan uchlarigacha bo'lgan masofalar yig'indisi k dan katta bo'lyapti. Ferma nuqtasida esa o'sha ichida x1, x2, x3 bu k. Demak, bizda mana Torricelli ferma nuqtasi tomonlarigacha bo'lgan, uchlarigacha bo'lgan masofalar yig'indisi k bo'lsa, demak bu t shtrix shunaqa undan ham kichkina nuqta bor deb qarasak, undan kichkina nuqta esa tomonlarigacha bo'lgan masofalar yig'indisi k dan kattaligiga kelib chiqyapti. Demak, eng kichkina bizda o'sha nuqta, ya'ni o'sha masofani eng kichkina qiladigan nuqta bu Torricelli ferma nuqtasi ekan, mana isbotlandi.